Samsung S24 Plus telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 4900 mAh, litium-ion batareyalar tizimi mavjud. 45 vatt quvvatlagich talab qiladi. 45 vattdan kam bo'lgan quvvatlagich qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareyasini tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud. 15 vatt talab qiladi. Telefonning o'zi ham boshqa telefonlarga simsiz quvvat beradi. Tezkor quvvatlash mavjud. 74% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olishi uchun 58 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 3 daqiqa, videolar tomosha qilganingizda 15 soat 35 daqiqa, o'yinlar o'ynaganda 5 soat 8 daqiqa, kutish rejimida 109 soat, umumiy avtonomik holatda esa 22 soat 40 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.